Aygılmalım taladım. Çin aşık namlıq naqşınız bilan ustozlarla emas, barchamizni naqshingizga ham ovozingizga aşık qildingiz. Keyingi bosqichlarda yana nodir kuylarga yondosh naqshingizga taqazzamiz. Merdan xalq naqshisi etdi. Hem bu xalq naqshisini voyaga yetkizib, o'zining joy-joy bezaklar bilan, puroqlar bilan shundoq voyaga yetkizib o'rinladi. Merdanning ovozi ham xuddi go'sht yegandek kuchi bor, to'liq ovoz. Ham men o'zimmi xalq naqshlarini bak yaxshi ko'rib anglayman. Ham mushu jihatdan nurg'un tadqiqotlarni, izlanishlarni olib borganligim uchun Merdan guruhimga kelgan vaqtida boshqa bolalar bilan qanday asarlarni qısaq, texmi yaxşı buludu. Gruplarga bölgen vaqtida qaysi grupiga, qaysi bola bilan bölsem, texmi yaxşı bo'lgan unumlarga erishalaymiz degan maqsad qilib turib, Merdanni grupamga qabul qildim. Ishonaman, bizning bolalarimiz eng go'zal, eng yaxshi, eng yengillik holatda xalqimizga yangi asarlarni ham yaxshi bo'lgan nadir badiiy asarlarni vujudga keltirib suna olamiz. Әмісі Aygül Malem, siz tövendeki nakşını bir ilan kıpasınız. 等待。大家好，我叫阿米尔阿里普，来自和田地区洛普县。Köpçülük yaxşımısılar, ben Amircan Galip, Xotay vilayeti Lop nahiyasidan keldim. Özüm bir başlangıç mektep müzik o'qituvchisi. O'qituvchilik bilan shug'ullanib kelayotgani 20 yildan ko'proq vaqt bo'ldi. Hozirga qadar izchil Müzik ma'rifi bilan shug'ullanib kelyapman. Bu qitimqi Ipak Suli sadosi programmasiga qatnashib, o'zimning yaxshi bir ifodamni joriy qildirsam deb o'ylayman.
一个永恒的春天。Hürmetlik ustozlar, ekran oldidagi barliq suyumli tomoshabinlar, Xota viloyati Lopnayasidan kelgan Amirjon G'olibdan hammanglarga o'tliq salom. Hozirgi vaqtimiz xayrli. Shu kasbiy sohadagi naqshchilarga yaqinlashib qolgan bir shunday bir yaxshi naqshchi, mau ovoz ishlatish, huqumingiz xili yuqori ovozli bo'lgan, qarashingiz xili yuqori ekan, shunga menga yoqdi. Chunki ovoz ishlatishingiz nafaslar joyida, endi biroz yuqorisiga chiqqan vaqtida ozroq qiynalishib bor, lekin ovoz ishlatishni bek yaxshi uqdi ekansiz. Yig'ib aytganda naqsh yetishib bek mos ekansiz. Rahmat. Amirjon kasbiy maktubi yoki boshqa ishlar bilanmi? Bayam unutib qopdim, men o'zim boshlang'ich maktab musiqa o'qituvchisi. Menga 20 yil bo'ldi. İzilme şu müzik mağribi bilen şoğullanıp kelavatımı. Amircanın ovozi alayidligi menga yaradı. Bulap muşnaqsının hem de meyli töven, meyli yuqori qismlarini bir taraf qilish bo'lsin. Azraqli yeteklab qo'ysa shu g'urdi ketadigan bo'ldek ko'rdim men bir. Ayya bola, bekla ilgirlaydigancho. Rahmat Mo'minski. Bu naqshimi xanlay atunja aytgan, u bek cho'ng naqshchi. Nayt vazni va cho'ng naqshlarni aytadi. Bu naqshni shunday muvaffaqiyatli aytilgan asar o'zimi cho'ng asar. Bu naqsh asarlarining ichida. Bu inim bo'lib shu ovozning kuchi, ishiltish, har jihatdan yaxshi bo'lishdan boshqa chun degan bir ilqimda joyida egilib tushgan men hozir men ma'lumotmanda bu xil adam alamaydigan ya. Shu otizlik ichida titrib shu puroqni hammasini to'liq elib birinchi bosqichda tushdi. Meningki bir sabablar bo'lib qoldi, o'rlanmaslikda, lekin menga shunday arzidi, shunday yoqdi. Bek güzel, bek chiroyli o'rnida o'tdingiz bu naqshni. Xanlayninki ovozimi shundoq chan yillari adamni rasmiy vibratorlari adamni rasmiy vücudunu titrek o'ltirgan chipigadallarni o'ltirgan ashtaq ovozchi. Siz teximmo bir inchkilik nuqtalarga diqqat qilish bilan birga yana azroq uyg'urcha yinsularni qaytarib bu naqshni bek voyaga yetkazayotdingiz. Endi hamma naqshchilarniki o'ziga bo'lgan talbi o'xshamaydi, ham shu shinmay deymiz, go'zalligi bo'lgan qarshimi o'xshamaydi. Bizning go'zalligi bo'lgan qarshimiz jamiyatning o'zgarishiga qarab, zamonning o'zgarishiga qarab, taraqqiyotlarga qarab yana o'zgarib turadi-chu. Sizda shunday bir shimay bor ekan. Shu go'zallik bo'lgancha, shu estetikani siz qo'g'lashib turib, shu go'zal ovozlarni chiqaryapsiz. Davomli terishing. Shunday chiroyli ovozingiz bor ekan. Mening guruhimga kelsangiz, texmi cho'ng jiq asarlarni aytamiz. Shu Ayşegül muallimning tili bo'yicha aytganda erkaklarga xos ovoz. Xallining ashundoq tariflaydi. Xallining ovozini ashundoq tariflaydi. Bu enimizda ashundoq erkaklarga xos bir yo'ruq ham kuchi va bir ovoz ekan. Shundoq yaxshi ijro bo'ldi bu naqsha. Rahmat ablat ustoz. Bizning ovoz ilmiyligi bo'yicha aytsak, sizniki meyshin tungsuga kirdi, Aygul muallim meytung bo'ldi. Şuna mening gruppam kelsingizmi? Qat'iy ziyon yo'q. Buni o'ylashib qo'yamiz. Nima degan yaxshi tanlash qara. Biz mavo ukamning naqshlarini men anglagan burun. Buningmi naqshi etish tarixi o'ttir asab bilan Alloh azal 20 15 yillar mabaynida naqshi etib kelayotgan yigit bu kichik vaqtdan tatib hozir yaqindan beri şu ma'rifning xizmatlarining jiddiyligi sababidan mening bilishimcha 3-4 yil bo'ldi naqsh aytmag'ili. 3-4 yillik naqsh aytmaslik cho'qim azroq chekinish bo'ldigan bir ish bu.
Mında ustozlarningki yanılıq ko'zi naiti o'tkirki. Mayli ko'rib tursin, mayli ko'may tursin, oyoq qarab turgan holatdimi? Mushu bo'pmi Ayşegül bilan Aygül davomli mush o'quvchilarning ovoz bilan shug'ul anglab kelayotgan, tadqiq qilayotgan bo'lg'achqa, u azroq ilmiy tarbiya ko'rgan yoki faqatla tarbiyasiz bolalarni oshaq qarab turib his qilib davatidi. Bu haqiqatan bu tajriba. Abay Ayşegül dedi, "Meytung" deb. Meşonlar tonsuning orlig'ida bir yerda bir narsa chiqarib olgan. Bundan naqshlar bekchiq. Shu uslubni tepib natija qozonganlar bekchiq. Agar bu yigit bir oy kasbiy ma'lumlarning yoki tajribalik ma'lumlarning qo'lida o'zini asli keltirish bosqichini beshini o'tkazsa, cho'qim yaxshi odamlar yaxshi ko'radigan, yoqtirib anglaydigan bir insonda taraqqiy qilish ehtimolligi intayin cho'ng. Sizlarga aferin deyman. Mushu ustozlar tajribali bo'lib ketibsizlar. Men his qilganlar o'xshash bo'lyapti-da. Shuna qaraganda menmi xeli Sizga ko'nchar tursiz. Baş ustoz. Shu biz xo'sh bo'ldik. Hamma ustozniki sana bergan yaxshi baholardan faxrlandik. Endi oxirgi bir tanlash fursatini sana beramiz. Bir ikki og'iz yurak so'zing bilan oxirgi tanlashingni e'lon qilsan. Oldi bilan mening mushu sahnaga kelishimga olay turtki bo'lgan ota-onamga, bo'libmi akamga chin ko'nglimdan rahmatimni bildirib olsam, mamlaga rahmat. Uningdan keyin qolsam shu bayam Abdulla ustozmi deb o'tdi, xizmatlar bek oldirashchaq. Shunda chog'da endi bizga menga shu fursatni yaratib bergan ma'rif idorasi rahbarligiga shundoqlam maktabimizning rahbarlariga chin ko'nglimdan rahmatimni bildirib olsam, menga rahmat. Ustoz men uchun o'rindiq aylantirdi, men to'liq pek xush bo'ldim, hayajonlandim. Hammangizlar mening qalbimda shunchalik buyuk, shunchalik ulug', hurmatli ustozlar hamda tanlashga to'g'ri kelsa, bu bek taskan haqiqatan. Shundoq. Meningki oxirgi tanlashim Taşkın derdi sağlamlık kılgan mede. Coşkunluk ve işenç taşkından başlangısı. Taşkın aksıl talqalları. Sertan algıç pastasını bilemsiz. Sertan pastası Sayram Gölü'nün əvrişki elinğan Tianshan soğuk su algısından işlengen patent hukuka ega. Men Mevlan Memtimin. Sertan algıç pastasını her birinlağı tavsiye kılman. Sertan tishni chimitish uchundir. Her günü keç seher tan, kulumuzda var Sertan. Sertan soğuk su algıç pastası. Rayonimiz tavasida tabiiy ichimlik ishlab chiqarish sohasidagi g'olliq korxona Xinjiang Yashin tibbiy dorigarlik chekli shirkati mayirlarga omad tilaydi. Mevlan ustoz. Naqshingizdan huzur oldik. O'zingizga bo'lgan ishonchinizdan madad oldik. Ustozingiz Mevlan Memtimin sizdagi talantni qezib chiqarib, bizga texmi nodir asarni suna oladiganligiga ishonamiz. Bizning Amir inimizning aslida ba ovoz sharoitidan boshqa men shu Amirjonning keyingi bosqichlarda hem yetaklash orqali yaxshi unum paydo qilishga mening bir xil ishonchim paydo bo'ldi. Shunga men Amirjon uchun o'rindiq aylantirdim. Amirjonning bizning Yangi Nur guruhiga kelganligini qizg'in qarshilayman. Tunji qar deydi. Ashni bir anglab baqdi. Tunji qar. 大家好，我是来自乌鲁木齐的选手乌拉丁。Ko'pchilik yaxshimsizlar, men Urumchidan kelgan mayor Miradil Muhammad bo'lman. Men o'zim Shayxans qurilish yo'yinlikka 2-yilda o'qiyman. 2014-yili kichik vaqtlarimda shu televizordan Ipak yo'l sadosininki tizim uchurini ko'rgan vaqtida menda bir xil o't paydo bo'ldi-da, hamda shu vaqtida qatnashib baqsam ishim cho'ng'agan vaqtida deb. Endi 5-qarar Ipak yo'l sadosiga tizim tish orqali
Şu özümde bo'lgan talantni texmi joriy qildirishga tirishim. Meningki bu qatimliq musobaqa qatnashishdagi nishonim bo'lsa, o'zim tayyorlab kelgan naqshlarni yaxshi aytib, ustozlarningki qoyilig'ini qo'zg'ash. Qarda uçurattım seni Abbaq çimen üstüde taman Tuncu qarda uçurattım seni Abbaq çimen üstüde taman Yüreklerim soğdu sen üçün Velikin pervasız sen aman Yüreklerim soğdu sen üçün Velikin pervasız sen aman Yüreğim şadlıktın bek irak Hüyür seni külüp bakmadı Yüreğim şadlıktın bek irak Yaş görüş hatamı senin Rast sözün etkin akını Yaş görüş hatamı senin Rast sözün etkin akını Hicranındı bergin hatime Vısalın gayet küz Yetküzgin sen mini Paridio'nun teriye çatış merimizken terem yakşımız da atkanlıktan. Sen mişildirken sen de bunu ha? Oy, Allah işçillam şınıptı digine bu. Tabiiylik va sofliqni asos qilib ishlangan kozor mahsulotlari har millat iste'molchilar tarafidan tabiatdan kelgan sovg'a deb ta'riflangan Xinjiang Pavideo savdo-chaklik shirkati mayirlarga omad tilaydi. 这位选手很年轻，
唱的还是挺到位，好像有点紧张一点而已。 Bağlıq uçsuzlar yaşamsızlar, ekranlık görmeler yaşamsızlar. Ben Ürümçi'den kelgen Mayır Muradıl Muhammedullah. Özüm Şeyhan Kuruluş Şöyen'inki 2. yıllık okuyorum. Kuruluş Şöyen dedi. O qaysı kesipdese? Yeni enerjilik maşin tədqiqatı. Yeni enerjilik maşin tədqiqatı. Tokluk maşini. Quyosh nurluq. Tokluk maşin. Ablat ma'lum aylandi. Qanchalik o'zining ilqi hozirgi hissiyotdan bir so'zlab baqa xo'sh bo'ldingmi yo 4 yil ma'lumni aylantirish xiyoling bormidi? O'zim sal jiddiyleşib qoldim-ku, men sekne chiqaqdan. Lekin ablat ma'lumning o'rligini men xo'sh oldim. Munu mu yaşsın degandek. Ablat ma'lum aylanğanıga mu ya? Aylanğanıga mu ya? Ya, bobdan da ablat ma'lum aylanğanıga. Sal jiddiyleşib. Aylanmaganda yaxshiroq. Munu mu yaşsın degandek. Ablat ma'lum aylanğanıga ma. Bunu qana ne degandek. Davatasa başqa deb qaragan. Yaqin shu. Ablat ma'lumning o'rligini mu hamda. Bunda deydi buni. Bo'pmi ablat ma'lum aylanğanıga bak xo'sh oldim deydi. Bulupmu şu ablat ma'lum o'lgan vaqtida bak hayajonlanib ovozim ba'zi kontrol qilinmagan bo'lishi mumkin hamda. Qara. Kamchiliksiz o'quvchini ko'rib baxmadim hozir kelgicha lekin saqam. Menimcha sen bu naqshni chiroyli aytding haliqi. Urilishingda xatolik yo'q. Mencha kuyini biroz tuvan qilib qo'yapsa o'zingga nisbatan. Odatda ma'balning ovoz bundan yuqori chiqadigandek turdi. Shundoq. Qog'inni men ma'lumdan anglay. Ablat ma'lumdir. Mencha bu inimga o'rilib to'g'ri qildim. Xato qilmadim. Chunki bu naqsha menga bek tunishliq, tomoshabinlarimizga bek tunishliq, menga andim bek tunishliq Abdulla akamdan qaslam. Chunki Abdulla akam tunji bu naqshni ijro qilgan vaqtlardan tortib biz shu yenida atrofida. Shunga Abdulla akamninki mukammal voyaga yetgan holatda aytib o'tishini uni hammamizga ayon aytib o'tgan. Ammo bu inimninki aytqinida bir ovozida nayta bir sadda bir tabiiylikni his qildim-ku men. Sadda bir tabiiylikni his qildim, o'zini ish qilib mencha bir kishi bilan bir yerda bir qarim ishani qanday qildi deb tursam ashadagi farqni inchga elbil o'tib ketdi, qanchada o'rilgandan keyin bu taqimi bekaraq hayajonda sal jiddiylashib qolib o'zini kontrol qila olmay qoldi. Ammo men ovozini yaxshi ko'rdim. Mushuni bir xillik sadda bir holatga aytgan bir holati menga qalbimga ta'sir qilib qolgan yer bo'ldi. Qog'inni o'zim bilaman. Kelgan boshqa talash tortish yo'q. Mening do'stim kelsan deydi. Tunji qor temisidagi naqshingiz bilan hammamizni izgu tuyg'ular qo'yniga boshlab kirdingiz. Ablat muallimning tashqin gruppasidagi sarxillari ichidan o'rin olganligingizni ko'rdik. Sizga yanada zo'r natijalarni tilaymiz. Muradıl Muhammed bu o'quvchimiz tunji qartimiz-ki Abdulla akam aytgan shu ayni vaqtdagi mushnaqsida bo'lish tegishlik bir hissiyat tuyg'ularni aytdi joyida yaxshi ijro qilish bilan birga yana o'zida bor bo'lgan bir alohidliklar bilan ba'zi bir his tuyg'ular, ba'zi bir piraqlarda o'zgacha bir xoslik bilan ijro qilgan mush tarafi menga qalbimga ta'sir qildi. Shuning bilan men o'rildim. Bu mahirimizniki mening yana tashqin guruhimizga kelganligini qizg'in qarshi olaman. Men yaxshiroq bir ish bosqichi tavsiya qilsam. Voy, ta'limli adashlarsan. Mana bu Yangi Nur shirkatininki Sertan Alga ish bosqichi. Sen ikkini vaqtga kelmay ta'limga berni sen ishilta adash. Sertan Alga ish bosqichi qatorliq patentlik oliy mahsulotlar bilan olqishga erishgan Xinjiang Yangi Nur biofan texnika cheklanish shirkati mayirlarga omad tilaydi. Mevlam muallim yana bir naqshni e'lon qilasiz. 最美的还是我们新疆。尊敬的各位老师，亲爱的观众朋友们，大家好，我叫努尔曼古里阿布莱提，来自新疆巴主线文化团，专业歌手。Hürmetli ustozlar, tomoshabin do'stlar, yaxshimisizlar? Men ismim Nurimangul Ablet, Xinjiang Maraldi Shinoyisidan keldim. Ipak yo'li sadosi programmasi yo'l qo'yilgan bir izchil o'sha programmani yoqtirib ko'ryapman. Ham izchil qatnashgan bo'lgan bo'lsa-mu, xizmat sababi bilan, o'qish sababi bilan, turmush sabablari bilan qatnashamay qolgandim. Bu qitim bu programmaninki, ya'ni 5-qara Paridio Ipak yo'li sadosi programmasining o'quvchi mayir tanlash e'lonini ko'rgandan keyin
tizimlattım. Bu şərəfə erişkinimdən tolma xoşalman. Bu müsabaqa orqali o'zimningki eng yaxshi holatimni joriy qildirib, shu Yipak yo'li sadosi programmasining sifatli holatda olib berilishiga assamni qo'shman deb o'ylayman. Ishonamanki, bu qatimqi musobaqada cho'qim yaxshi natija bo'ldi deb o'ylayman. mazmuni sarxil, e'lonsiz, suzuk filmlar mujassamlangan izlash aptitali alohida talab qilgan. Rayonimiz tavasida tabiiy ichimlik ishlab chiqarish sohasidagi g'olliq korxona Xinjiang Yashing tibbiy dorigarlik chekli shirkati programmamiz bilan strategik hamkorlashdi. Bu programmamizni Beijing Tashqin xalqaro pay kontrol guruhi, tashqin yurishlik sog'lomlik mahsulotlari va tartuq yurishlik kolalari alohida qo'lladi. Bu programmamizga Sertan Alga Chipassi qatorliq patentlik oliy mahsulotlar bilan olqishga erishgan Xinjiang Yengnur Biopantexnika chekli shirkati yaqindan yordam bergan. 这首歌唱得非常好，可以说他这个现在他这个唱的这个声音啊非常好，非常甜对，能够唱到这个水平，说明他这个应该说是非常到位非常到位，感动了很多人。 Suyumlik, hurmatli ustozlar,
Yaxşımısınızlar? Men de sizlarga seg'inib salam. Nurimangul yaxshimisiz? Rahmat, Nurimangulni men obdan taniyman. Bizningki jutdan. O'zi nihoyatda pishqan yaxshi naqshchi. Mushu naqshi aytishningki mayli yerli xalq anglari bo'lsin, mayli ommabop uslubdagi naqshi bo'lsin. Qayang'i satsak shu vazifadan to'liq o'zini chiqadigan nihoyatda yaxshi naqshchi mening nazarimda. Men boya bu naqshini Mavlan enim e'lon qilganda biz hammamiz asli nusxasini o'ylovdik-ku. Men shuning ichida mayaga kirgandan keyin bir anglagandagilar bu Jingju shakldagi o'zgartirilgan bambasi ekan, o'zgartirilgan shakli ekan. Nihoyatda kutilmagan bir tasodifiylik oldu. Men Nurimangulning ovozini qanday uslubda naqsh aytsa anglab bilib olayman. Chunki bizning o'tirimizda nurg'un hamkorlik bo'lgan. Hisobda men Maraleshidagi vaqtimda Nurimangul boshlang'ich to'liqsizlik vaqtida 96-yil, 95-yil shodlik to'lgan Maraleshi degan badiiy filmda boshlang'ich vaqtingizmi shu to'liq boshlang'ich vaqtida shu filmga qatnashtirilgan bir naqshini nihoyatda sifatli aytib boshlang'ich vaqtida shu vaqtdan tortib Maraleshida voy mushundoq bir Maraleshda bundoq bir kichik qiz bor ekan, ovozi chiroyli ekan, tatli ekan, yaxshi naqsh aytadi ekan degan buni ta'riflashga noil bo'lgan. Undan keyin deb o'tgandek shu maktablarda o'qib qaytgandan keyin Maralesh noisi madaniyat san'at ishlari uchun izchil ashada nurg'un natija ko'rsatib kelyotdi. Shu men ma naqsh bilan bir tonimay, lekin nima bo'lsa ma Jingju bansida menga nihoyatda arzidi-chi. Ma shaklini men anglab boqmagan ekanman. Bu nihoyatda ustunlik bilan yaxshi o'zgartirilibdi Jingju ban shaklimi. Shundaqmi? Estetikdan bak yarashtiribdi-chi yangi nusxa. Ondan keyin bir ayron qolganim Nurimangul Bayman degandek nihoyat ko'p qirliq san'at xodimi, ko'p qirliq madaniyat san'at xodimi. Qaysi yoqqa satsak shu yoq, ammo Jingju tarafga tortish, Jingju tarafdami bunday talant borligini men bugun tunji his qilishim. Lekin o'zi izchil tirishida to'xtamay o'rganish bilan, to'xtamay mush kasbga nihoyat qizg'in, cheksiz bir mehr muhabbat bilan mushunday muomala qilib kelayotgan naqshchi. Shunga men qaraganda mushinimi o'rganibdi yana. Mush Jingjuni maqsad o'rganmasa, mendaq puroq hissiyotlarni mendaq elib ma'olmaydi. Rahmat ustoz, rahmat. Shu maqsad o'rgandingizmi yo o'zingiz sindiq tirishib bilan o'rganib oldingizmi? Bizning shu janub taraflarda butun mamlakat miqyosida hamda Jingjuni aytishni umumlashtiryotdi-ku. Ma'ni andan keyin o'zim anglab o'rganib olgandim. Demak, zikni o'tkir ham muhimi bu kasbni intayin bak jon dil bilan suyib kelayotgan bo'lg'achqa, shunday to'xtamay ilgirlab o'zini shu alalashtirib shunday men o'tgan. Bunda siz aytganda mening xabarim bor. Viloyatlik o'makdan taklif qilib o'tkab ekitishga nechiqatdim iltimoslar bo'log'liq. Nihoyatda xush bo'ldik bugun shu sahnada Nurimangulni ko'rib. Rahmat ustoz. Men bak xush bo'ldim. Meningki gruppamga kelishingizni chin dilimdan qizg'in qarshi olaman. Rahmat. Men eng oxirida o'rilgan, endi men bilan Nurmanguldan bak kona, agar mayli boshqani gap bo'lmasa men sizga beraman. Nurmangul maktabdami bak yaxshi aytdi, o'qitgan vaqtdami. Aning keyindan shu xizmat munosabati bilan Maralbeshga ketdi. Uzun yillardan keyin yana bir ko'rishdik, yaxshi ishlab etib ekandik. Men ovozini tunimabdiman. O'lib bo'lganga hayron qoldim. Mishaga sahnaga kelganingiz bak yaxshi bo'libdi, Nurmangul. Bak xush bo'ldim. Andan qaga 3 ustoz, qaga 2 ustoz men bilan qo'shib. Men Nurmangulning bir ishini bilaman-ku. Bu Nurmangul bayam ablatkam ta'riflagan taraflari hammasi haq, hammasi rost. Biz misha turibman aytilqi hurmatlab ashundaq o'tadigan bir yaxshi naqshchi Nurmangul. Aniki yana bir tarafi hamda mush ablatkam hamda Nurmangulning qalbida ajoyib yuqori o'rni bor. Men cho'qim shunday o'ylayman, mush ablatkamni challab keltimiga deb o'yladim men. Hamda agar bizga kelib qolsa biz yanmaymiz. Lekin men hamda Nurmanguldan bizning studiya hammamiz yaxshi o'timiz-ku, mening ayolim bilan yaxshi o'tadi Nurmangul, biz yaxshi o'timiz. Hamda Nurmangulning bizning bildig'inimiz hamda shu ablatkamning ajoyib hamda bir yaxshi nihoyatda nima finsisi Nurmangul. Cho'qim men ashta deb o'yladim, hamda gumonim. Yo'q, rostmi yolg'onmi yili bilamiz buni. Shunga men kelsa, xo'sh bo'lib kapsiz Nurmangul deb yana keyingi qadamlarni bilmangizga biz o'rtaq tirishimiz. Mayli hamda agar kelmasangiz hamda mayli ablatkamni tanib Alloh rahmat.
Nurimangul bek aqıllıq naqşçı ekan. 最美的还是我们新疆 bu naqşını mən mandaq Jinju bansını daha anlap baxmapdı ki, mən tunca anlaşım. Bu Jinju banımız şundaq vəm meyalatda şundaq toldurub bək yaxşı etib bədiniz, mükemmel alatda. Hem de avazlarınız şundaq jığılğan, paqıraqlığımı yoxumağan, men javnınki gongminglarımı şundaq inniq oçuq alatda şundaq yaxşı orunlap bədiniz. Əgər hem de menin qurpamğı kəsiniz, bizning yani nurgun əsərlər var. Birlikte vücutqa chiqarib, uni yana boshqacha yo'nsulada qilib baqsaq bo'ladi. Rahmat. Meşang'ın bir tatip akıl deydi Aygül malum sizden. Tat kılıvlı deydi. Milli çığa, Jinju'ga. Bu da Meşang'ın bir tatili. Yaxshimsiz. Yaxshimsiz malum. Nurimangulni men Fujongda o'qiyotgan tatib bilma. Bizden Fujongda o'qiyotgan, Fujongda o'qigan. Da hammadamni bilasiz siz. Anadan keyin uzoqroq yashab ketdim. Fujongda bitiriblam, ketib qoldingiz. Keyin araliqda cho'nglar ma'rifiga bir kelgan bo'ldingizmi? Maqam sinfga keldim. Ikkinchi qarar maqam sinfga. Shunga men sizga xil tonish, lekin bizning muqam sinfning 3 sinfning bolalarga Jinju tönüne adam kelib Jinju o'rgatgan. Uning yoshga yarasha asarlari bo'ldi ekan. 16 yoshlik adamning asrini bizga bas bo'lmaydi ekan. Ularni bizga bir 2-3 kun nazariyatdan anda dars o'tdi. Yugurib kelib, u har kim kelib etmaydi ekan uni. Yoshga loyiq asarlari bor ekan. Bunda ishkanda bu. Bu ularning Jinjusiniki ayrim bir tipkan u. Şununla bizning balaligimiz o'rgatdi. Shu Qizilchiraqniki naqsini o'rgatdi. Ashuna qilib shu jarayonda quloq azroq pishib qolgan. Siz izlash kirgizgich qo'laylik va ko'p iqtidorlik. Tarjima iqtidori va cho'lponlarning chiroy ifodasi qo'shilgan. Tiyobatimning yaqinlik bo'lishi uchun ortiq qashamga hech ehtiyojim yo'q. Ammo pokizlik, xushpuroq va uning eltisi bo'lish uchun obrazga mos kelgudek salofat bo'lish kerak. Salofat davrga mos kelgan bo'lish kerak. Meningcha erlarga mos keladigan pavidio bo'lish kerak. Pavidio erlar yurishdiki. Pavidio Sertan Alga Chipastisi qatarliq patentlik oliy mahsulotlari bilan olqishga erishgan Xinjiang Yangi Nur biopantexnika cheklov shirkati mayirlarga omad tilaydi. Ablet Mustas. Bizga sungan naqshingiz to'liq klassik naqsha. Aşı klassik naqshini voyaga yetkazib, o'rlab, ustozlarning qoyilligiga erishma oson emas. Ablet muallimning sizni yetaklab, sahnalarda nurlandira olishiga ishonamiz. Nurimangul, maqatim toza tunib-tunimayroq o'rildim. Ammo o'rilishda yana Tsuymeyda Xayshu va Xinjiang degan hammamizga tunishlik buni bir naqshini elib kelibdi. Ammo bu naqshiniki Jinju bansi ekan. Bu Jinju bansi hammamizga ma'lum, ko'rganlik adam ko'rganlik naqshchi yugurib qo'paplam aytib ketib olmaydi. Jinjuniki shu hissiyotlarni, agitmi puroqlarni aynanligi bilan ijro qilib shu xoslikni tepib chiqish undoq oson ish emas. Bu mahirimizga 4 yil ustoz to'liq aylandik. Hammamizningki qoyilligini, mayligini qo'lga keltirdi. Shu guruh ichida yana mening guruhimni, yana Tashqin guruhini tanlab bizning guruhga qaytilganligini qizg'in qarshi olaman va bu mahirimiz bilan bundan keyingi bosqichlarda eng yaxshi bir holatlarda o'rtaq tirishib yaxshi natijalarning bo'lishiga ishonaman.
sen bana şen emdi yar ey günlük kal sen cana sen bana şen emdi yar ey günlük kal sen cana Nur yapraqlı söygende su qırğaqlı söygende su qırğaqlı söygende asta asta bilmesdin bilmesdin sezmesdin yar ey suyup qal sen canım asta asta bilmesdin bilmesdin sezmesdin yar ey suyup qal sen canım Bana oynayın yeri ha. Yama yeri geldi. Kulak takniken. Mengülük bu könlümne bilip qal sen canan Qayda bilip qal sen canan yüreğimning üstiga qizil guldek guldek yar ey ünlü qal sen canan yüreğimning üstiga qizil guldek guldek yar ey ünlü qal sen canan ünlü qal sen canan Öğrenme kalan gidip yurtum sedip aman tersi Şunda pişkan avazısa öğrenmesek set bombamda birinci avazım. Birinci mısrağını anlagan öğrengendiği için dehşet ayacağım da ettim. Birinci mısrağını anlagan dikillam Ağine Muhammed Tursun'un avazı gacep okşaydikina depli örülüp qarasam bu ağinem üzüken emesman. Vay rahmet teşekkürler. Bunda mı okşamdı dep qarasam üzüken üzüm okşamdı Usulga tushib ketmoqchi to'qadash endi sal xijil oldi qoldi bo'lmasa bir şey shunda chiqib gapirsa shunda bezudi shu men bu usulni birlikda ekkagan naqshniki varlıqda bir igildiğe yerlerim battı onu unutup kaptım ben. Aşağı şunu boğan boz anım ekegen bozsam bir kollukla bitirip çıkıp bitirdim desen. Şimdi bu yeni nakşa okşamam da. Bu nakşa Xalq naqshisi bizniki atishki bizning ustoz san'atkor xalq san'atkori Aziz Muhammad akamizniki ijodiyati. Degan ahanda. Shu. Muziqchi Aziz Muhammad akamizniki so'zini Muxtar Bug'ra akamiz ustoz. Shuna anglamoqchi xalq naqshlarini ichida mening anglamaganim yo'qmiki deyman. Shuning bilan yig'ishtirib ekilib bo'lgan. Shu Ipak Yolu sadasining 5-qirliq Muş mayırlar bir medet vergeç. Bizligimi bir sizlergimi bir takdim etgeç dört ustazga. Anadaki hemen şu
Şu İpek Yol Sadası programması yolu qo'yilgan 4 qarar programmaning takliflik baholag'uchisi ham birlikda qatnashib kelyapman. Shunga nurg'un mayirlar shu Şinjan Boğra Madaniyat tarqatish cheklik shirkatining o'rlashtirishi bilan shu program yo'lga qo'yilgandan keyin nurg'un bizniki izbosarlarimiz yetishib chiqyapti. Shu budoq shu 5-qarorlik shu programma xizmat qilgan maylarga, tanlangan maylarga madad bergach, Şinjan Boğra Madaniyat tarqatish cheklik shirkatining buningdagi taraqqiyotning yaxshi bo'lishi tilakdagi bildirgach, sizlarga bir salom bergach, yürükümde naqshimni elib keldim qaranglar. Yaman pezike ya. Yürükümning ustida qizil guldek, atir guldek unib qolasan janan. Naqshning temisi janan. Yangi naqsh o'xshamamdi deb so'rashimda, birisi anglamagan ekanman. Ikkinchidan bu og'inam o'zi kasbiy naqshchi. O'zi kasbiy naqshchi, isil naqshchimiz, yaxshi og'inimiz. Bu yaqindan beri she'r yozib shundoq ketyapti bu og'inam. Shundoq isil she'rlarni yaqindan beri biz ko'rgan she'rlarga qaraganda bu kesil burundan badek. Bu amdilarni chiqayotgan gap. Ammo shundoq mukammal, shundoq isil yaxshi baddiligi shundoq yaxshi bo'lgan, yaxshi she'rlar chiqyapti. Bir kunisi faqat ayajının basamma ağinam nemish bu silimi şu dedimde bir davamlı aralashib o'timiz. Ma shoirlik jihatdagi, she'riyat jihatdagi bu talantini ilgari bizga his qildirmay o'zi shu yezib kelyapti. Yaqin yazda shundoq chiqyapti yaxshi she'rlar. Ondan keyin muzikasini o'zi yozadigan bo'lib oldi. Manda yerlar var. Shunga Muşunum üzüdümmenki deb so'rasam, o'zidan chiqmay qoldi, ammo bu og'inam naqsh aytishdan boshqa muzikani yezib, she'rni obdan yezib shundoq. Rahmat. Yaxshi qamlashtirib ketdi-da. Qasamida do'stimizning madad berishi, ustozlarning madad berishi, Muxtar Kamdek shoir akalarimizning madad berishi bilan endi bu alqi o'zi yiqib, o'ziga navoy nenibek tehdidida. Men shu endi o'zimiz yezib, o'zimiz ishlab, o'zimiz aytsak, shu sayping o'zi kiyimni o'zi pichib, o'zi tikib kiysa bek yarashqanga o'xshash. Shunda bir ambek tetimli qo'l ekan, ham o'zimiz xotirjam aytayotganmiz. Bizga tehdidi adash nening tomdan yaqishtirsan. Rahmat. Taqasini tatgan bo'lsa, bundan keyin taxim tirishman. Abdulla akamga bir yaqila. Bo'ldi, rahmat. Tonuni qistib, o'tan qilib bir yaqamiz. Yerlik ximitrib turgan beqar. Bo'ldi, rahmat. Mavlan arqaysi ustozlar, mushu Muhammad Tursun og'inimizning bugun vaqt chiqirib içeride bir egizpas o'ylamay mush ballarni qo'llash, ustozlarni qo'llash, rag'bat berish o'quvchilar munosabatdan shu sahnaga yetib kelib bugun alayda bir nomer ko'rsatganning o'ziga bizni aytib chin ko'nglimizda rahmat aytsak bo'ladi. Naqshlarni yaxshi ko'ramiz adash. Burundan birinchi qarodan tortib baholag'uchilar ichida bor, undan boshqa o'quvchilarni tarbiyalash ishlarida bor. Rahmat. Shundoq bizning jiq tarafda qarzimiz bor sizga. Rahmat. Muhtarga, qadimimizga, hurmatimizga loyiq akimiz. Rahmat. Isil bir ovozdan biriga erishdim deb birinchi ulab bassam. Rahmat. Bu ish bo'ldi. Men endi ikkimiz bir sinf ilgirki o'qigan, to'g'ri. 95 bitadi Mehmet Tursun. Mehmet Tursunning shu vaqtda ovozi bek yaxshi edi. Biz shunday havas qildik. Biz mushu baldek naqsh aytolmay mush maktabdan ketib qoldigan o'xshaymiz deb. Rahmat. Chunki o'chaqlarda qo'shni mashq uylarda mashq qildik. Muqamni shu chaqni muqaddimini Mehmet Tursunning og'zidan anglab. Nim degan chiroyli bunday yosh bolalarning ovozini anglab baxtligandayman. O'ziga mush qobiliyati bilan, o'zining mush yuragidagi bir parcha o't bilan muqam ansamblga shunda g'albilik o'zining qobiliyati bilan o'rinlashdi ta hozirgacha. Men hech qanday mijoz xarakterida yo u yoq bu yoq hech qanday o'zgarishga bir xillam shunday saposi yuqori, qalbi go'zal, ovozi andan go'zal. Aniqdan keyin o'zining mush o'qishga bo'lgan va o'zining kasbiy saposini o'stirish uchun o'zining mush muqam o'rinlash an'anaviy ijrochilik sohasida magistr aspirantning birisi. Aygul xonim guvoh, uningga
Biz qo'rqmay anamizdan Mehmet Tursun akamning bizga bo'lgan ta'siri shunda cho'ng bo'lgan. Ayni vaqtda magistr aspirant o'qiyotgan vaqtimda Mehmet Tursun akam mendan bir qarar yuqori ketdi. Yuqori o'qiyotib ekan shundoq alqa kasbjon, izlanishjon, o'sha har kuni sumkasi yenida baliba, notda baliba ichida. Hozirgacha mana ishqib Mehmet Tursun akam o'sha uyg'unishini tashlamadi, izlanishini tashlamadi, tadqiqotini tashlamadi. Sizning bizga bo'lgan ta'siringiz bek cho'ng aka. Ham bizning shu muqamchilik ishlarimiz bo'lsin, bizning milliychi naqshchilik ishlarimiz bo'lsin. Sizdan uyg'unayotganlarimiz shunda jiq, siz hammamizga ulgu Mishat o'tagan Abdulla do'stimiz ustoz san'atkor anandikin 4 ustozlarning tanning salomat bo'lishi buningdan keyingi ishlarning utuqliq bo'lishini tilayman. Yana shuning bilan birga Shinjang Bug'ra madaniyat tarqitish cheklik shirkatiningki shu Epek Sadas programmasini mangu mukammal qilib bizning yaxshi shu bitilayotgan bizning izbosarlarimizni taxmin yaxshi sanalarga erishtirib yaxshi izbosarlarni yetishtirib chiqishi ham sani berishni chin qalbimdan umid qilib sani sizlar bilan xo'shlashmoqchi. Rahmat. Rayonimiz yangi taratquv sohasida ushqandek taraqqiy qilayotgan, mazmuni sarxil, e'lonsiz, suzuk filmlar mujassamlangan izlash aptitali mayirlarga omad tilaydi. Unda olsa hazır Avarguli degan naqshni anglaylik. 大家好，我是木轩，来自昌吉。2017年，我从北京回到了新疆，听说了丝绸之路之声，并且看到了很多与丝绸之路之声有关的链接。在丝绸之路之声这个节目里，看到了许多非常好的歌手，他们通过丝绸之路之声去展示自己独特的歌喉、独特的声音，以及对家乡的热爱、对情感的倾诉。我觉得这是一个非常好的平台，所以这一次我也报名参加了丝绸之路之声，希望能够通过这个平台也将我的声音传递出去。去。
Suntam o'xshamada. Bulam arkadaş. Bu yaşanan yan çıkan mineral suyulurken seni işçi vasıtası da pek geldim. Rayonimiz tavasida tabiiy ichimlik ishlab chiqarish sohasidagi g'olliq korxona Xinjiang Yashing tibbiy dorigarlik cheklanish shirkati mayirlarga omad tilaydi. 这个丝绸之路之声呢，过去呢少数民族选手比较多，现在呢这个影响也扩大了。各位导师大家好，我是穆轩，来自昌吉，我是一位合唱指挥。我一直是往这边看的嘛，我看到他的这个表演，他比唱的还厉害，这个指挥给自己指挥，这个动作是我才明白，我还以为，诶，这个学生为什么要大量的这个动作？他会耽误你的唱功。平时就是乐队合唱指挥，所以就是这工作习惯。你在那个长吉州，光是指挥，还是有的时候也跟他们一起唱？没有唱过。啊，你是指挥啊？对。你觉得你今天的发挥怎么样？有点紧张。是，我们也觉得，尤其是开始特别厉害，中间还好一点，然后还有一点。特别高兴的一件事情就是阿依古丽老师为你转了啊，太好了，太好了。我们呢现在希望你以后这个跟着阿依古丽老师声乐方面学更多的知识，将来这个舞台我们还想看你的更精彩的一些节目，来吧。Beijing Tashqin Xalqaro Pay Kontrol Guruhi, Tashqin Yurishlik Sog'lomlik mahsulotlari va Tartuq Yurishlik ko'lalari mayirlarimizga omad tilaydi. Bizning birinchi darajalik mukofotga erishgan mayirimizni Xinjiang Pay Video Savdo cheklanish shirkati 120 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. İkinci derecelik mukofotga erishgan mayirni Xinjiang Belikyar elektron fan texnika shirkati izlash aptitali 100 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. Üçüncü derecelik mukofotga erishgan mayirimiz bo'lsa Xinjiang Yashing tibbiy dorigarlik cheklanish shirkati 80 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. Dördüncü derecelik mukofotga erishgan mayirimizni Beijing Tashqin Xalqaro Pay Kontrol Guruhi 60 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. Albatta 5-chi bo'lgan mahirimizga mukofot buyumlarimiz bor. U bo'lsa 5-chi darajalik mukofotga erishgan mahirimizni Xinjiang Yingnur Biofan Texnika cheklanish shirkati 10 ming yuan qiymatidagi oltin mikrofon bilan tartiqlaydi. Bizning bu mukofot buyumlarimizga erishishmi hargiz oson emas. Shunlashqa mahirlarimizning mana shu katta imtiyozlarimizga erishish uchun davomli tirishchilik ko'rsatishini, o'zining eng yaxshi holatini bu sahnada namoyon qilishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Biz Ayşegül Malım'dan bir tövendeki nakşini ilan kılıp verişine iltimas kılaylık. Zepmi çıraylık geldi bahar. Umma boludu. 大家好，我是歌手，牌子来提亚森，来自新疆库尔勒。
Yaxşımısızlar köpçülük, mən Naqşi Fəzlət Yasin bulaman. Mən Koruldan keldim. Bu qatim 5-ci qarar Paradiyo İpək Yolu Sadası proqramımızğa qatnaşdıq məqsədim. Neçə ilnin yanğı tövəllərdə xidmət qilish səbəbi bilan şu proqrammağa qatnaşish bir arzuyum bolsunmu, şu səbəblər bilan kelənməgan edim. Bu da yaxşı bir fürsətni çiң tutub Üzümның neçə ilni yanqı şu tövəllərdə xidmət qilib, qançalik bir təcrübə savaqlarga ega boldim. Ondan sırt meni yaqindan ətrafda qollab, çoxumuş səhnəyə çıxan bir qatim deb bana medet ilhamlarını bergan yaqin do'stlarim, kasbdoshlarim, ustozlarimningki medetler bilan bu qatim bu səhnəyə bir chiqib o'zimni sinab beqish uchun keldim. Keyfiyetin qanday daş? Keyfiyat o'tqa daş. Abla, o'tda keyfiyetin muzdek tartibning ichimliklarine keldim go. Zar, isinasına kes cuma daşma. Kela birini otlaylı. Beijing Tashqin Xalqaro Pay Kontrol Guruhi, Tashqin yurishlik sog'lomlik mahsulotlari va tartuq yurishlik ko'lalari mayirlarimizga omad tilaydi.这是说老歌，就是老歌新唱。一般这个一首歌可能10来个人、20来个人唱呢，感情不一样。这个呢，它声音很洪亮，感情很充沛，有一种内在魅力。我觉得唱的还挺不错的，唱的挺好。Suyumlik ustozlar yaxshimisizlar? Men ismim Fazlat Yasin, Koruldan keldim. Fazilat, siz odatda mushu naqshini boshqa yerlardan jiq aytdingizmi? Ya bu naqshini aytib boqmagandim burundan. O'shundami?
Көдіңіз. Fazilet konu naqşçı aka. To'xtanglar. Sizlar tas qaldinglar, ba'zilaringlar oqida qog'ili. Oldinglarga berib shariatlab qo'yay degandim. Bunday odam topganda to'qim qilish beqish kerak. Sizlarga lozim bo'ladi. O'zigimi foydasi bor, sizlarga foydasi bor bunday odam. Aytib boqmabdi ekan mana shuni. Aytib boqmay turmushda aytdi qaranglar. Buning taqi aytib boqqan naqshida aytgan bo'lsa, ikki mo'llaq tushqanlar. Yaxshi bu. Biz onda olsa şu başta örülgenlerden başlap fikrini anlap bakalım. Kısa fikir kıldı bu adette. Biz bu naqshni anglab, radioda anglab çoğun bo'lgan. Bu naqshni Kimet Paşa İşan ustozimiz aytgan, endiki shu Rabia Muhammad ustozimiz aytgan. Buningki ijodiyatchisi İskender Sayfullah. So'zi Teypcha Eliyop. Buni shu dolan muqomi asosida ishlangan, o'tag'an ma'lumlar yaxshi bildi, siz bilgansiz. Bu shundoq qiyinlik darajasi yuqori, andikin ozroq bir ruh bunaqa talab qildigan ajoyib xarakter bor bir naqsha. Shunga buni udul kelgan ayollarga tushunmaydi. Shuningga lekin bugun bu naqsha sizga shundoq tushibdi, men shundoq hayajonlanib ketdim, chunki bu naqsha menga aytgan. Buni cho'ng orkestrga moslashtirib men bir aytgan. Shunga bu naqshani men bek shu yaxshi ko'radigan, hodiqim chiqadigan naqshning birisi bo'lib. Bugun shu menga shunda tegib ketdi bu naqsha. Ya'ni kelib buningdagi milliy alaydilik, furoq va ana xarakteri shunda yaxshi chiqibdi. Sizmi bek yaxshi ijro qildingiz. Bir ikki yedi furoqni yetishmaslik masalasi bor. Ammo uningdan boshqa joylar menga zodi shu yoqdi. Chunki sizga kelsiz uni, agar uni endi menga kelsangiz, unda yerni men o'ngshayman, azroq bir tuz ta'minlarini, azroq bir xurujlarini o'ngshaymiz. Rahmat. Sizga kelib qo'shilsiz. Albatta men kelib qo'shilaman. Chunki men bek yaxshi ko'rdim. Chunki buni Minzu Chanfa milliy uslub desak bo'ladi-ku, to'g'ri. Minzu Chanfa milliy uslubdagi ovozda ish qilib, men shu boy degandek bu naqsha xililg'an naqsha. Nihoyat yaxshi ijod qilingan. Naqshlik asarning ichidagi biroz cho'ng badiiy asarlar shu kirdigan shu salohiyatdagi naqshlarda boya deyilgandek bu naqshni aytsa naqshchi o'g'adi. Bular mushg'il ovozdagi milliy uslubdagi naqshni aytadiganlarga nisbatan bir odiq chiqadigan bir naqsha aytgandek bo'lgan bir naqsha. Uning ustiga sizningki haqiqatan biz shu bizgimi bolalig'imizni tortib shunday bizning barliq aslimalarimizni qilib qolgan shu naqshining shu tuyg'ularini sizdan topdim. Ovozingiz bak to'g'ri, bak haqiqiy milliy uslubdagi shunday ovoz tusidan shu kichikna bir yomon iliqi doğrulmaydigan bir kichik bir inchik furoq shivalar borchu, bu Minzu Chanfa milliy uslubdimi? Bu narsa sizda tabiiy bor ekan. Bak chiroyli aytdingiz mencha. Shunga menmi mening gruppamga kelishingizni qizg'in qarshi olaman. Ammo bu yerga kelganda endi men agar Ayshugul muallimga bekroq ko'p tavsiya qilaman. Lekin siz, ya'ni ko'nglingiz meni tortib qolsa, menmi buning o'tishdan chiqishligim borligida buning gap yo'q. Ammo Ayshugul muallim endi buning biroz udul bir mushu kasbda, mushu milliy uslubda ovoz tarbiyalayotgan mushu nuqtasidan tavsiya qildim. Ammo mening gruppamga kelsingizmi qizim qarshi. Shundoq chiroyli o'rnab berdingiz. Siz aytayotgan vaqtda mening ko'z oldimga shu Ayshugul muallim bilan o'yin qo'ygan vaqtda Ayshugul muallim uzun chachlarni silib, tumoqlarni kiyib aytgan odatlari esim kelib ketdi. Milliy orkestr bilan, milliy ansambl bilan ishtaq aytgan, shunda chiroyli aytib o'tgan. Hamda Ayshugul muallim shu bir bizningki milliy uslubda bir yangilik yaratquchi, nurg'un ilmiy usulda haqiqiy fanfa bilan naqsh aytishni o'rgangan. Mushu ustida to'xtamay izlanayotgan. Shuningga aytgan naqshi qattiq qo'pol, qattiq, vaqirash, jaqrash emas. Haqiqiy hissiyot, butun nafas bilan bo'lgan ovozchi. Buningda bizning mushu milliycha uslubga nisbatan bek cho'ng bir tuhfa qo'shgan Ayshugul muallim. Shuningga siz shu hozir bek chiroyli aytdingiz. Agar Ayshugul muallimga kelsangiz, xudo hozir degandek, shu xurujlarni bir azroq tanishib, tuz ta'mlarni uni buni azroq tanishib, siz xilili bir yerga bora oladigan naqshchi ekansiz. Rahmat. Mening gruppammi sizga o'xshash shunday milliycha uslubda naqsh aytadiganlarga muhtoj. Mening gruppamdami siz qilishdagi ishlar bor. Mening gruppamga kelishingizni qizg'in qarshi olaman. Rahmat. Siz pat rahmat deb qo'ysangiz, bular ezib ketdi.
Fazlat xush kelibsiz İpek Yolu sadası sahnasiga. Siz keldigan sahnatda shu. Axir kelibsiz, bak xush bo'ldim. Sizning kelganingizni ko'rib. Men bu qizni tunuyman. Biz 10 yillarni oshgan bo'lishi mumkin. Biz burun hamkorlashgan. Biz shu o'z vaqtida Lopnur mashribni ishlagan vaqtda bizning shu Lopnurning qizi Gulim degan naqshni mush qiz aytgan. Ondan hozir shu nima dego, chaqliqdigo,